Lekin mana bunaqa Astorskiy, 100 talik bo'g'oz qonida bolasi bor simentallar ancha muncha odamga kelmayapti. G'urra boshidan. Endi simentalda qanaqa fishkalar bo'lsa, men hozir bularda ko'ryapman. Qarang, shalpam quloq, g'urra bosh, keyin terisiga e'tibor beringlar, rangiga. Endi simental ishqibozlari qanaqa fishka qidirsa, xudo xolasa shu bo'g'ozlarda topar shu fishkalar. Masalan, buni oldingiz, sutidan yemini, umuman ozuqasini chiqardingiz. Endi har yili beradigan bitta bola sizga inshaalloh bitta sof mol bo'lib qolaveradi. Soniga 30 bosh. Bular xudo xolasa nariginga nisbatan narxi yengiladi. Assalomu alaykum YouTube ishqibozlari, Vodiy Chorva kanali obunachilari, bizni kuzatib borayotgan aziz hamyurtlar. Mana bugun Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida Ozit akani fermasiga Astorskiy bo'g'oz simentallar kelibdi. Buni kutganlar ko'p, novvoslar ko'p odamga kelyapti. Xabaringlar bor, buqachalar ham topsa bo'ladi, lekin mana bunaqa Astorskiy, 100 talik bo'g'oz qonida bolasi bor simentallar ancha muncha odamga kelmayapti. G'urra boshidan. Ko'ryapsizlar, mollar o'ta go'zal. Zotga baqaman, uyimga ferma qilaman deganlarga inshaalloh bu mollar juda ham bir baraka qiladi. Ferma qilish niyati borlar, mana shundan to'tta boylasa, xudo xolasa 1 yilda ferma bo'ladi. 1 yil, 2 yil bulardan bola oladi, xudo xolasa ferma qiladi. Azizlar, bugun hafta kuniga chorshanba, 28-yanvar 2026-yil. Manzil tushuntirib o'tdik. Pastda nomerlar qoldiramiz aloqaga, lokatsiya so'raganlarga. Xudo xolasa uzoqdan keladiganlarga lokatsiya tashlash beradi. Mollarni ko'ryapsizlar. Bu yerga kelgan odam simental olaman degan odam simental molsiz ketmaydi. Xudo xolasa bugun 2 partiya mol chiqaramiz. Bu kattaroq partiya mollarimiz. Naryoqda bu yerda ham bo'g'oz rossiyskiy simental partiya bor. Xudo xolasa ularning narxi bulardan ko'ra arzonroq chiqadi. Chunki bularda ham zotida yoki kelishida, umuman rasxodlarda farq qiladi. Keyin bular ham har xil joydan oladi. O'shanga qarab narx qo'yiladi asosan mollarga. Endi simentalda qanaqa fishkalar bo'lsa, men hozir bularda ko'ryapman. Qarang, shalpam quloq, g'urra bosh, keyin terisiga e'tibor beringlar, rangiga. Endi simental ishqibozlari qanaqa fishka qidirsa, xudo xolasa shu bo'g'ozlarda topar shu fishkalar. Karantinda saqlangan, yashurga emlangan mollar. Bo'ylari hozir taxminan aytamiz 1.30, 1.20 plus. Kamida 1.30 chiqadi bularning bo'yi. Mollar yeb turgan holatini ko'ringlar, qanaqa chiroyli mollar. Shu aytganimizda kim simental olaman desa, bularni sut yo'nalishida boqaman deganlar uchun ham zo'r variant. Chunki bular tug'adi. Xudo xolasa biz bundan oldingi sonlarimizda chiqarganmiz simentalni 30 ta, 35 ta sut beradiganini yilinigacha shu fermada, Ozit akani fermasida videoga olib qo'yganmiz. 35 ta qiyin to'g'ri eshitilishi. Lekin u molni videosini ko'rsanglar, pastda yelini, holati, uni vazni, vesiga qarab turib, ha, bu molda bor ekan deysizlar. Bu mollar ham xudo xolasa shunaqa bo'ladi. Sut yo'nalishida boqaman desanglar ham, zot yo'nalishida boqaman desanglar ham, bola olaman desanglar ham, xudo xolasa qornida bolasi bor bo'g'ozidan. Hozir bular aytilyapti, ichida 2 ta qistiri bor ekan. Qolganlari 7 oy 8 oylikgacha, 6 oy 7 oy 8 oylikgacha qornida bolasi bor ekan. Shunaqa holasini xudo xolasa bu mollarni boqing hoji aka. Ozgina boqing, xudo xolasa bonusiga bolasi qolaveradi. Bolasi sizga tekinga tushib qolaveradi.
qiziqqanlarga Xudo xolasa mol yetar. Chunki katta partiya, bu yerda общий 25 ta mol bor. Ta mol bor. Narigi partiyada 30 ta mol bor. Ular ham bo'g'oz. Ularni ham hozir Xudo xolasa narxini, ma'lumotini aytib o'tamiz. Endi bularda narxiga qiziqqanlarga gapni cho'zmaymiz. Qisqa qilib vaqtini aytaveramiz. Arzisa olinglar, arzimasa pul sizlardiki, mol bulardiki. Masalanda, xohlaganingizdan chertib, xohlagan joyingizdan olishga haqqingiz bor. Qor aka, lekin molni kelib ko'rsangiz, Xudo xolasa pul sanaydigan. Sanagan pulingizga achinmaydigan. Bularga narx aytilyapti. 43 milliondan 48 milliongacha narx qo'yilyapti. Bitta olaman deganiga ham, 10 ta olaman deganiga ham Xudo xolasa dastavkalari bor. Endi agar buni optimiga shu turishi 25 ta pul sanayman deganiga 43,5 dan narx aytildi. Mollarni qarang ketishini. 43 million 500 mingdan xayri bor. Bu narxlar aytilyapti, lekin kelib ustida savdo qilsanglar, Xudo xolasa ancha plyusda yaxshi olasizlar. Keyin molni men bu telefonda ko'rganda katta kichik ko'rinib qolishi bor. Lekin buni yoniga kelib ko'rsangiz, Xudo xolasa sanayotgan pulingizga achinmaysiz. Lekin musofirda yurganlar bor. Ana shunaqalar masalan screenshot qilib Oztakani o'ziga tashab bersa, u bo'yicha ham unaqasiga ham savdo qilinaveradi, sotilaveradi. Uyga dastavka qilib borib, uydagilar pul sada beraveradi. Ko'ringlarchi, mollarni arziydimi shular? 43,5 dan mash turishiga 25 ta arzisa olinglar. Lekin men bunaqa chiroyli partiyani bo'g'oz sementallarni endi olishim videoga. Bo'ylari mana shular 150 ta, 160 ham chiqadi. Qor aka, men sizga o'rtachalarini aytdim. 130 plus minus deb. Minusi yo'q u yerda, 130 plusda hammasi. Terisiga, zotiga, hamma yo'g'iga e'tibor berib pul sanab olishinglar mumkin. Mana yelinlarni ham ko'rib olishinglar mumkin. Mana ko'rasizlarmi, orqalari qanaqa katta. Bu mollar aka keyinchalik boqadigan bo'lsangiz, Xudo xolasa suti sizga yemini pulini chiqargan taqdirda ham har yili bittadan beradigan bola sizga sof foyda bo'lib qolaveradi. Masalan, buni oldingiz, sutidan yemini, umuman ozuqasini chiqardingiz. Endi har yili beradigan bitta bola sizga inshaalloh bitta sof mol bo'lib qolaveradi. Bundan oldin chiqardik. 3 oylik semental buqachani 20 million 500 mingdan chiqardik. O'sha mollar sotilib ketyapti. Masalan, siz ham oladigan bo'lsangiz, bu bolasi tug'ildi, $1200 pul. Har yili. Agar sizda sharoit bo'lsa, 4 ta emas, 2 ta oling, 4 tani o'nira boqasiz. 2 tani, balki 4 tani yemini yediraman dersiz. To'g'ri, endi yeyishi ham yaxshi bo'ladi. Lekin havasga boqasiz-da buni. Keyin bu molni kelib tomosha qiladigan. Hozir bular Xudo xolasa 1-2 tumsa bo'lgandan keyin vesi, og'irligi, bo'yi bular o'ta katta mol bo'lib ketadigan mollar. Endi buni semental boqib yurganlar yaxshi biladi. Mana fermada hozir shu sharoitda mollarimiz boqilyapti. Qaranglar bular kelishini. Havas qilganlar bormi? Kanalimizga podpiska bo'lib, yaqinlarga ulashib, hech bo'lmasa molning narxini bilib turinglar. Ishqibozimizlar, Alloh oson qilsin, olinglar. Allohga oson nasib qilsin deymiz, endi nima ham deymiz. Shunaqa sementallar nasib qilsin hammamizga.
Kamida shunaqa bitta fermerlar bo'lsin. Bugun niyat qilib ko'ryapsizmi? Nasib qilsin deymiz. Endi keyingi partiyani ko'rsatamiz. Bularning narxini tanishtirib o'tdik. Keyingi partiyani ko'rsatamiz endi. Kavshanib turibdi, ko'ryapsizlar. Yeb turgan mollar. Endi bilinman u ishqibozi bitta mol boqsa shunchalik semental boqadi-da. Qornida bolasi bo'lsa, 7 oy, 8 oylik bo'g'oz bo'lsa, endi ishqibozi boqsa shuni boqadi-da. Semental boqaman degan odam boqsa shuni boqadi-da. Akalar, bu ikkinchi partiya semental bo'g'ozlar, rossiyskiy semental. Bular ham sotuvda, soniga 30 bosh. Bular xudo xolasa nariginga nisbatan narxi yengil edi. Kecha kelgan mollar endi sotuvga qo'yilyapti bular. Xudo xolasa ishqibozlari kelib, bugundan baraka bo'lishni boshlaydi. Ko'ryapsizlar mollarni. Rossiyskiy sementallar ham ancha o'zimizning mollarga nisbatan sutida, vesida, og'irligida, hamma yo'g'ida, bo'yida ancha baland yuradi. Chorniy pyostralarimiz bor ekan, 4 ta 5 ta. Bular ham sotuvda. Agar avstriyskiy bo'g'ozlar qimmatli qildi, rossiyskiysdan olaman degan bo'lsanglar, mana akalar, bu partiya mollar ham bor. Nimaga narxi 2 xil desanglar, bularni zotida olingan joyida bular ham 2 xil, 3 xil joydan olishadi. Shunda farqi bor. Shuning uchun bularga boshqacha narx va bularga boshqacha narx aytilyapti. Bularni narxiga keladigan bo'lsak, narxi 31 milliondan 36 milliongacha. 30 ta bitta joyga so'raganlarga xudo xolasa 33,5 dan xayri bor. Lekin bularning ham bo'yi o'sha aytganimizdek 1.30 plyusda. Ichida bitta ikkita 5 oyliklari ham bor ekan. Lekin asosan bular ham 6-7 oylik bo'g'ozlar. Bu mollar xudo xolasa tug'sa o'ta o'zgarib ketadi. Ham bu to'lishib o'z akalarimiz tanlashyapti. Ujim aytdi, mana baraka bo'lyapti. Savdolar bo'lyapti. Xaridorlar kelyapti. Ulgurib qolinglar. Shu manzil aytganimiz O'zbekiston fermasi, Andijon viloyati Asaka tumani Qayrag'och mahallasida joylashgan. Bu yerda 30 bosh, bu yerda 25 bosh semental bo'g'ozlarimiz bor. Xudo xolasa kelib olaman deganlar, semental boqaman deganlar shu yerda ish bitaveradi. Aytilgan narxlarda xayri bor akalar. Telefonda katta kichik ko'rinib qolishi mumkin. Lekin kelib ustida gaplashsanglar, xudo xolasa bular tuqqandan keyin bolasi sizga tekinga qoladi-da. Chunki onasini o'zi yaxshigina suti bo'ladi, yaxshigina pulga kiradi. Shu fermadagi akalarimiz o'zi olib qolaveradi. Xudo xolasa sizdan boqib berish, buni parvarish qilib berish. Mana o'zingizlar ko'rib, mollarga baho berishinglar mumkin. To'qolidan, urra boshidan deganlarga xudo xolasa mollarimiz ko'p. Lekin bunaqa semental bo'g'ozlar doim ham kelavermaydi. To'g'ri, novvosalar ko'p kelyapti. Rossiyadan buqachalar 7 oy, 8 oyliklar ko'p kelyapti. Ko'p partiyada kelyapti. Lekin men bunaqa
bo'g'ozlari, sementallarni bo'g'ozlari kam keladi. Ana shu mollar ham o'ta gigant mollarda. 140 plus. Ham bo'sh qop bular. Ko'ryapsizlar, suvaylari chiqib turibdi mollar. Mana bular to'lsa tanib bo'lmaydigan bo'lib ketadi. Chunki galada kelgan. Uyga ikkita olib boqaman deganlarga, xudo xolasa bitta olib boqaman deganlarga ham barakasi ichida. Xudo xolasa chorvada baraka ko'p. Ayniqsa shunaqa bo'g'oz mollardan olsanglar, bittalar ikkita bo'ladi.